Inson zotining qo'li qay darajada gulligini mana shu uy misoli ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu uyga qaranglar, yo mashalloh kirgan odam chiqib ketgisi kelmayapti. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Bu uy nima deb atadim bilasizlarmi? Ertaklardagi qasr uy. Chunki rostdan ham qaranglar, kirgan odam xuddi birga ertaga tushib qolgandek bo'ladi. Asosiy darvozadan kirishimiz bilan bu yoqda navesi ostida bemalol ikkita mashinangiz sig'adi. Juda ham menga yoqqan jihati mana buralarni qaranglar. Patselni shomga yaqin shunaqangi chiroyli bo'lyapti. Mana bu yoqqa daraxtlarning tagida har bittasi o'zi bilinar bilinmas patsentliklar qo'shilgan. Daraxtlarni qaranglar, archalarni qaranglar. Bu yoqda hovlida yurgan odam o'zi bilinadi, qanaqa shabada, qanaqa toza havoda yurganligi. Mirzo Ulug'bek rayoni Salomchoxona bitta mana shu fasad bilan ajralib turgan uyimiz juda ham chiroyli. Mana buni qaranglar. Ayniqsa ham fontanning oldida bir piyola choy ichib o'tirishga nima etsin? Qaranglar. Bu yoqda mana shunaqangi besetkalari ham qilib qo'yilgan. Mana qaranglar, oila davrasida mazza qilib o'tirish uchun hamma sharoitlar qaranglar. Patsentniki kechasi ham mazza qilib o'tiradi. Ana endi shu rakursdan bu yoqga bitta baho berasizlar. Qaranglar. Juda ham yoqdi. Inshaalloh niyat qilganlar yuqsin deb bitta yuracham bosib qo'yamiz. Ana endi tayyor bo'lsanglar, bu go'zal uyimizga birgalashib sayohat qilamiz. Mana buni qaranglar, kirishinglar bilan mana shunaqa keng hol sizlarni kutib oladi. Bu uyimizning eng katta fishkasi birinchi etajda o'zida naqd 3 ta spanli bor va bu yoqda oshxona. Ana endi kelinglar birinchi, ikkinchi etajdagi xonani ko'rsatmasam bo'lmayapti. Menga juda ham yoqdi o'sha xona. Bu yoqda bekor yetmadim, haqiqiy professional ustida ishlaganlik. To'xtanglar. Hozir mana shu yoqsa, mana shu joy bitta yurishdan qizartirib qo'yasizlar. Marhamat, mana bu go'zallikni qaranglar. Yo mashalloh, bekor yetmadim, professional ustalar ishlaganligini. Mana buni qaranglar, kengligini qaranglar. Kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu patolog necha metr chiqadi deb. Ana endi men sizlarga bitta spalnini ko'rsam, o'zingizlar baho berasizlar. Master spalni kirishimiz bilan Samzulga qaranglar, kattaligini. Mana bu xonani qarasanglarchi, yo mashalloh, kengligini qaranglar. Mana naqshlarni yetmaysizlarmi? Ana endi bu uyimizni sizlarga zal qismini ko'rsatib beraman, kelinglar. Zal qismini ham o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Bu yoqda mana shunaqangi balkondan chiqib ketadigan joylar qilib qo'yilgan va mana marhamat. Zal bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, kengligini qaranglar. Rosman akasim zalda. Qaranglar, niyat qilganlar bormi? Inshaalloh bitta like bosib qo'yamiz. Kimga mana shunaqangi qasr uylarni ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqiningizga jo'natib qo'ying.